Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, Alloh subhanahu va taolo siz va bizlarga turli hukmlarni Qur'on orqali amr qilib buyurgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga Makka mukarramada va Madina munavvarada istiqomat qilib turganlarida bizlar uchun bu dunyoda nima ishlarni qilishligimiz, nimalardan qaytishligimiz haqida ham buyruqlar va hadis qudusiylar orqali bildirilgan. Alloh azza va jallani bizga buyurgan ibodatlarini olib qaraydigan bo'lsak, roza ibodatini oling yoki bo'lmasa haj ibodatini, zakot ibodatini va boshqa ibodatlarni. Hamma ibodatlardan ko'ra namozni nihoyatda darajati baland. Nima uchun desa, yagona namozgina azizlar yerda emas, Mirojda buyurilgan. Namoz bu nihoyatda buyuk ibodat. Namoz bu mo'minning merojidir. Ibodatlarning gul tojisidir. Inson uchun, musulmon uchun, mu'min uchun qalbini rohati, vujudini rohati, eng baxtli damlari u insonda jaynamozda peshonasi sajdada turgan holatlari bo'lar ekan. Lekin keyingi paytlarda savollar tug'ilyapti. Mana shu namoz haqida azizlar. Men bugun namozni fazilatlari haqida gapirmoqchi emasman. Bugun namozxon haqida gaplashmoqchimiz. Chunki nega namoz o'qiymiz degan savolga javob qidirmoqchimiz. Nega namoz o'qiymiz o'zi aslida? Bizni namozimizga, bizni sajdamizga yaratgan Robbimiz muhtojmi? Yo'q, astag'firulloh. Biz muhtojmiz. Biz bandaligimizni bajo keltirishlik uchun Allohga sajda qilamiz azizlar. Lekin aslida namozxon namoz o'qiganligi sababli barcha gunoh ishlardan to'xtamoqligi lozim. Qur'oni Karimda Alloh azza va jalla marhamat qilib aytadiki, astag'izu billah, utlu ma uhiya ilayka minal kitabi va aqimis solata innas solata tanha 'anil fahsha'i wal munkar va la zikrullohi akbar. Vallohu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallohul azim. Alloh aytayapti payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga, sizga kitobdan vahiy qilingan narsani tilovat qiling va namozni to'kis ado eting. Albatta namoz fahsh va munkardan qaytarur. Albatta Allohning zikri ulug'dir. Alloh nimani qilayotganingizni biladi dedi. Qarang, namoz o'qishligimizda namoz bizga beradigan yordamini Alloh o'zi aytib qo'yibdi. Vaqimis solata innas solata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Namoz o'qing, namoz sizlarni barcha fahsh ishlardan, munkar ishlardan to'xtatadi. Demak, kim namoz o'qisa, ushbu oyatga muvofiq fahsh ishlardan va munkar, ya'ni qaytarilingan gunoh ishlardan to'xtashi kerak. Namozxon shunday bo'lish kerak azizlar. Lekin hamma namozxon ham shunday bo'lyaptimi? Odamlar ichida namozxon bo'la turib gunohlarni qilayotgan, fahsh va munkar ishlarda ham bardavom bo'layotganlarni ko'rmayapmizmi? Hatto ba'zi bir dinimizga nisbatan yoki ibodatimizga nisbatan beodobona munosabatda bo'ladiganlar uchun bahona qilinib, mana shu namozxoning, undan ko'ra men benamoz bo'lsam ham bundan a'loroqman deyishlikkacha boradigan gaplarga sabab bo'lmayaptimi? Lekin bu yerda azizlar, namozni aybi yo'q. Namozxonning aybi. Namoz har qanday fahsh va munkar ishdan to'xtatish kerak. Bu gapni men aytmadim azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham aytmadilar. Alloh aytayapti. Kim Allohning gapini muhokama qiladi? Kim mana shu joyini to'g'rilash kerak deyishlikka haddi sig'adi? Alloh saqlasin. Astag'firulloh, bunaqa hayolga borishlikni o'zi gunoh. Alloh azza va jalla aytdimi? Bu albatta bo'ladi azizlar. Agar namoz o'qib turib ham fahsh va munkar ishlardan qaytmayotgan bo'lsa, demak u odam hali o'sha shariat talabidek namoz o'qiya olmabdi. Shom-i Sharifda yashab o'tgan ulug' zot Shayx Ramazon Bo'ti rahmatullohi alayhi bir mo'jizalardan birlarida aytibdilarki, butun dunyo ibodatga to'ldi, ammo ubudiyat yo'q debdilar. Ibodat bu insonni go'yoki jasadiga o'xshaydi ekan. Ubudiyat esa uning ruhi. Yotib turib ruku sajda qilaverishimiz mumkin ekan. Bu ibodat, ammo mana shuni ubudiyati bilan, ya'ni o'shinga ruh kirgizish kerak. Bu qalb bilan bo'ladi azizlar. Ana o'shinday ubudiyati, o'shinday ruhi bilan o'qilgan namoz insonlarni baxtiga
saodatiga sabab bo'ladi. Ana o'sha namoz insonlarni gunohdan, fahshdan to'xtatadi. Biz nima qilayotganimizni avval qalbimiz bilan his qilib olishimiz kerak. Tahorat olishdan boshlab. Tahorat olyapmiz. Hozir tahorat olib bo'lgandan keyin men Alloh azza va jallani qabuliga kiraman degan o'y turish kerak. Tasavvur qiling, podshohning huzuriga kirsangiz qanaqa bo'ladi? Hokim va hukamolarning huzuriga, vazir va uzarolarning oldiga kiradigan bo'lsangiz, qanaqa hissiyot o'tadi? Yuragingiz qattiq uradimi? Nafas olishga qiynalasizmi? Hayajon bosadimi? Salobati tutadimi? Lekin namoz, bu butun olamlarni Robbisi bo'lgan Alloh azza va jallani qabuliga kiryapsiz. Agar unda yuragingiz o'ynamayotgan bo'lsa, qalbingiz titramayotgan bo'lsa, demak o'sha qabulga hali tayyor bo'lib kirmabmiz. Shuning uchun namozga kirishdan oldin butun vujudimiz bilan Robbimiz bo'lgan Alloh azza va jallani qabuliga kirayotganimizni his qilib kirmoqlik kerak. Namozxon bo'la turib o'g'irlik qilsa, namozxon bo'la turib zino qilsa, namozxon bo'la turib pora olsa, namozxon bo'la turib xiyonat qilsa, chaqimchilik qilsa, bevafolik qilsa, yolg'onchilik qilsa, munkar ishlarni qilsa, demak unda nariga Alloh azza va jallaning oyati namoz o'qing yomon ishlardan qaytaradi degan oyati qayerga ketdi? Demak biz namozni o'sha talab qilganchilik o'qiy olmaganligimiz uchun ham mana shunaqa namozimiz bizni to'xtata olmayapti. Namoz o'qishimizga e'tibor qarataylik aslan. Bir rivoyat o'qib qoldim bir paytlar. Majnun Layliga oshiq bo'lib laylim, laylim deb sahroga chiqib ketibdi. Sahroda yuribdi ekan, faqat xayolida laylisi. Xuddi shu sahroda bir obid zohid ham sahroga chiqib ketibdi. U Allohga oshiq bo'lgan. U Alloh, Alloh deb oshiq bo'lib sahroda kezib yuribdi. Bu esa layla, layli deb yuribdi. Bir joyga borganda obid namoz o'qiyapti ekan. Majnun uni oldidan kesib o'tib ketibdi. Namozdan tugata hali obid: "Ey Majnun, ko'rmayapsanmi? Men oshiq bo'lgan mahbubimga, Allohga sajda qilib namoz o'qiyapman. Men mana shu zotga oshiq bo'lib butun dunyoni tark qilib shu sahroga chiqib ketdim. Sen esa shunda ham menga xalaqit qilib oldimdan o'tding." Majnun u kishiga qarab: "Meni kechiring, men bilmay qopman. Layliga shu qadar oshiq bo'libmanki, ko'zim hech narsani ko'rmay qopti Laylani ishqida. Sizni namoz o'qiyotganingizni ham ko'rmabman. Lekin siz Allohga oshiq bo'lib turib, Allohni qabulida turib, meni o'tganimni qanday ko'rganingizga hayronman" degan ekan. Allohga oshiqlikni da'vo qilyapmizmi? Namoz o'qiyapmizmi azizlar? Hamma narsani unutib, yurakdan o'qishni o'rganishimiz kerak. Shunda o'sha namozdan ko'zlangan maqsad hosil bo'ladi. U namoz bizlarni hamma yomon ishlardan, hamma gunoh ishlardan o'zi to'xtatadi. Faqatgina biz o'sha tartibida o'qiy olmayapmiz, xolos. Alloh kechirsin. Buning uchun namozning ruhini barpo qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytgan ekanlarki, bir odam namoz o'qib turganida unga 10 dan biri, 9 dan biri, 8 dan biri, 7 dan biri, 6 dan biri, 5 dan biri, 4 dan biri, 3 dan biri yoki yarmigina yozilgan bo'ladi dedilar. Abu Dovud rivoyat qilgan hadis. Bu demak bizni xushu huzuyimizga bog'liq ekan azizlar. Shuning uchun ham namoz o'qiganimizda mana shunday xushu bilan, huzu bilan o'qishlikka harakat qilishimiz kerak. Azizlar, namoz tasavvur qilib o'qiydigan bo'lsangiz, insonda juda ham qalbi titraydi. Sajda eng buyuk ibodat. Sajda bandani bandaligini ko'rsatadigan, Allohga eng katta itoatini namoyon qiladigan ibodat. Shayton Allohni inkor qilgani yo'q. Alloh buyurgan sajdani qilmasdan shayton bo'ldi-da. La'nat yozildi, dushman bo'ldi. Shuning uchun biz mana shu sajda qilayotganimizda bizni sajdaga loyiq qilgan Allohga hamd va sano aytib, shukrona bilan ibodat qilishimiz kerak. Shundagina namoz bizlarni fahsh va munkar ishlardan to'xtatadi. Namozxon degan nomga loyiq bo'ladi. Lekin afsus, hozircha azizlar, namozxon bo'la turib qancha xiyonat, uyalib ketasan odam. Mana bu odam namozxon edi, qarang, ishonuvdik, lekin mana bunday ish qildi, mana bu jinoyatlarni qildi desa, bu namozxonlik nomiga nomunosibdir. Shuning uchun musofirchilikda va boshqa yurtlarda bolam chaqam deb yurgan qancha azizlar namoz o'qib, ibodat qilib yuribmiz. Duolar qilyapsiz. Inshaalloh ibodatlaringizni qabul qilsin.
o'shanday joylarda fahsh va munkar ishlardan saqlanishlikni eng yaxshi yo'li namozni xushu bilan, huzu bilan ado qilmoqlik. Mana shunday xushu va huzu bilan namoz o'qishlikni hammamizga Alloh o'zi qalbimizga joylasin.